Barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlar bilan yana men va bugun katta ehtimol bilan yangi hardcore dunyomizni boshlaymiz. Osh seedga tegmasam ham bo'ladi-ya. Siz esa obuna bo'lishni unutmang. Unda dunyoni yaratyapman. Umid qilaman yaxshiroq joydan tushishimizga. Hozir boshlanish kerak. Okey, nimadir chiqib qoldi. Bunisiga e'tibor bermaymiz. Xo'sh, ba'zi sabablarga ko'ra versiyani ozgina yangiladim. Qandaydir o'yin xatoliklari bo'lib qolyapti turgandi 1.9 da. Xo'sh, shunday buyomdan ham spam qiladim-ya. Tezroq bu yerdan ketishimiz kerak. Undan birinchi oldin daraxt chopib olsak yaxshiroq bo'lardi. Xo'sh, ozgina yaxshiroq qurol aslahalar olib oldik. Toshlilaridan endi sekingina nimalarnidir resurslar qidirsak bo'ladi. Hozircha bu yerga tushmaganim yaxshi. Okey, bu yerdan ketsak ham bo'ladi. Bu biyomdan tezroq ketgim kelyapti. Bu yerda uy ham qurgim kelmaydi. Qandaydir tekisroq joy topsak yaxshiroq bo'lardi. Burada ko'chat yo'qmi? Mana bitta ko'chat olsak, keyin bizda imkoniyat bo'ladi. Cheksiz daraxtlarni bundan 4tasini kattasiga o'stirsak bo'ladi. Shuning ham inobatga olish kerak. Okey. O'rta yangiroq biyom chiqib qolsa zo'r ish bo'lardi. Xo'sh, qorong'u tushyapti va menda haligacha yotoq yo'q. Kulba topib olsak zo'r ish bo'lardi. O'sha yerda yotoq bor edi. Bu yaqin atrofda yo'q menimcha. Xo'sh, nima qilsak bo'ladi endi? Kechasi yursak baribir o'lib ketamiz katta ehtimol bilan. Mayli. Qani ozgina qidirib ko'ramiz yana kulbaga. Chiqib qolsa zo'r ish bo'lardi, lekin yoki bu biyomda chiqmaydimi? Men bilmayman, xullas. Chiqsa kerak menimcha. Oxirgi marta o'ynaganimda chiqqandi. Okey. Chiqib qolar, umid qilamiz. Menga qo'y topib oldim. Bu juda ham yaxshi. Endi sekingina tashqariga chiqsak bo'lsa kerak. Juda ham ko'p qo'y bor ekan. Ularning hammasini birma-bir o'ldirib chiqamiz hozir. Bir 20 tadan ko'p edi shekilli menimcha. Menga tegmaysam, lekin men tegaman. Yo'q, ket. Okey, yaxshi. Bu juda ham ko'p ekan. Bu tomonda yana ko'proq ham ko'rgandim. Ularni ham o'ldirsak, bundan ham ko'payishi mumkin. Mana. Bu biyomda juda ham ko'p spam bo'lar ekan. Lama ham spam bo'lishi kerak edi, adashmasam. Bu versiyada qo'shilmaganmi bilmayman. Xo'sh, shunda davom etamiz. Xo'sh, menimcha shu yerga baza qursak kerak. Juda ham ko'p qo'y, boshqa narsalar o'ldirdim. Endi anchagacha ovqatdan katta ehtimol bilan muammo bo'lmaydi. Bemalol ovqatdan muammo qilmasdan yesak bo'ladi. Endi bizga daraxt kerak. Uy quramiz shu yerga. Yaxshi uy qurishni men juda bilaman demayman, chunki bu rost yaxshi uy qurmayman, lekin iloji boricha harakat qilaman. Okey. Sekin daraxtlarni chopamiz. Xo'sh, mana bu daraxtni hozirgina chopib bo'ldim. Endi buni o'rniga yana qaytadan o'stirib qo'ysak bo'ladi. 4 juda ham tez o'syapti daraxtlar. Bilmadim, men hech narsa o'zgartirmaganman, tez o'sadigan qilmaganman. Endi qanaqa uy qursak bo'ladi? O'ylash kerak. 1 2 3 4. 1 2 3 4.
1 2 3 4 1 2 3 4 va menimcha bu yaxshi doiraga o'xshab ko'rinyapti. Ozgina temirim ham bor edi, uni ham eritib oldim. Okey, bularni hozirchalik yig'ishtirib turamiz. Chunki bu yerni hozir men kavlashim kerak. Qanunda boshladik. Xo'sh, menimcha bizga yaxshiroq kirka kerak. Temirli esa ancha tezroq va shuni ishlatamiz biz. Okey. Qanunda yana ozgina pastroqqa kavlasak, keyin ozgina ishlayversak, uyimiz bitishi kerak. Xo'sh, bu yerda ko'rishingiz mumkin. Qandaydir qilib bitirib oldim. Endi bu yerga bir narsa qurmoqchiman men. 4 ta kerak. Hozir ko'rasizlar, bitirib olaveray, keyin ko'rsataman. Xo'sh, mana men shunday qilmoqchi edim. Menimcha bu yaxshi ko'rinyapti. Okey, uyimiz ham deyarli bitdi. Xo'sh, shunday qilib bugungi videoni shu joyda tugataman. Ovqatdan endi umuman muammomiz ham bo'lmaydi. Xo'sh, agar shu joygacha tomosha qilgan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosish esingizdan chiqmasin. Keyingi qismda ko'rishguncha deb qolaman. Hammangizga xayr.